masonlar dunyoni boshqaradi degan gapga hali ham ishonadiganlar bormi, nima balo tushunmadim. Bittasi anaqa голосовой topib olibdi internetdan. Riki Tiki Takmi, Chiki Tapiami degan odamniki ekan. U Argentina futbol federatsiyasining rahbari ekan. U odamning gaplariga ko'ra, tarjima qilishiga ko'ra, Argentina terma jamoasi chempion bo'lmasligi uchun FIFA tomonidan, FBR tomonidan ularga tazyiq o'tkazilibdi. Messiga va qolgan futbolchilarga u tazyiqga ko'ra agar Argentina finalga chiqib yutadigan bo'lsa, 10 yil davomida FIFAning turnirlaridan chetlashtirlar ekan, yana bir narsalar qilinar ekan, shunaqa gap so'zlar bo'lganmish. U yerda Messi qahramonlik qilib, biz mayli yutmasak yutmaymiz, biz bitta chempion bo'lib qo'ydik, biz isbotlab qo'ydik. Endi shuning uchun mayli bu safar kelajakni o'ylab, Argentina kelajagini o'ylab, biz chempion bo'lmasligimiz kerak degan emish. Yana nimadirlar va Rodri nima uchun jahon chempionatining eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi? Axir u bitta ham gol urmadi, boshqa qilmadi deyotgan gaplar tarqalyapti-da. Rodrini o'sha eng yaxshi o'yinchi bo'lganiga keladigan bo'lsak, Rodri gol uradigan futbolchimi? Shu savol bermoqchiman. Birinchidan. Ikkinchidan, Argentina shunchalik zo'r bo'ladigan bo'lsa, tazyiq o'tkazilganiga qaramay, o'yin davomida hech bo'lmasa bitta ikkita vaziyat qilish kerakmidi? Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ldimi? Bu ikkinchidan. Uchinchidan, Argentina o'yin davomida qanaqa harambal qildi? Tepib tashaydimi, janjal qiladimi, nimadirlar qiladi. Mayli endi Messi chempion bo'lmaganligi uchun endi shuncha narsalar o'ylab topib, konspirologiya fanlari doktori bo'lish shart emas edi. Dissertatsiya yoqlab, nimadirlarni qo'yib, kimdir post qo'ysa Argentina terma jamoasidan uni tagidagi postning tagidagi so'zlardan bir narsalarni yasab, Vangaga og'ayni bo'lish shart emas edi. Bo'ldi, yutqizdi, endi tan olish kerak. Ispaniya Fransiyani ham yutdi, Argentinani ham yutdi. Agar boshqasi chiqqanda boshqasini ham yutardi deb o'ylayman.